mana shuncha ko'nglingizga olmang. Alloh beradi. Alloh taolo egamni mana shu masjidga kelib ibodat qilganingizdaqa boylikka hech narsa yetmaydi. Odamlar million pulini qimorga yetkazib yuboradi. Katta pullarini qayerga ketib qolganini bilmay qoladi. Siz ibodatga kelganda shu ketibdi. Buni zamirida hikmat bor. Buni zamirida juda katta boshqa hikmatlar bor, birodar. Bunga yurakni siqmang. Xudo bersa insonimizda xursand bo'lamiz. Olganda xafa bo'lib qo'yamiz. Berganda xursandmiding? Olganda ham chida. Yana ko'proq qilib beradi Alloh. Har bir hayotimizdagi ishlar sinov, dard, g'am, sinov. Nima balolarni gapirishadi ustimizdan, sizlarni, bizani, hammamizni. Allohni o'zi joy-joyiga qo'yadi. Allohning oldida to'g'rimisiz? Parvo qilmang. Parvo qilmang.